Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Charchaysizlarmi? Bugun magazin Fortnite obzor qilamiz. Billa ko'rib, nimalar chiqdi, yangiligiga baho beramiz. Qani ketdik. Hop, boshdan boshlaymiz. Mana igraf kalmara turibdi. Hop, emotsiyalarni qo'ya olmayman. Mana komplekt yangi chiqdi. U futbolning komplekti ekan. Hop. Mana stillari ham bor ekan, o'zini har xil. Sochini o'zgartirsa bo'lar ekan, mana qilsa bo'lar ekan, mana sochini rangi. Потом bu уже anaqa flag. Germaniya mana. Bu Germaniya ekan, Germaniya. Har xil mana o'zini anaqalari bor. Yaxshi customizatsiyasi bor ekan, normalni. Biroz ko'p ekan anaqasi, o'zgartiradigan narsasi. Perchatkasini o'zgartirsa bo'lar ekan. Oyoq kiyimini mana. Tak yaxshi ekan lekin. Nabor qimmat ekan, 3000 ekan nabori. Naborga qimmat-da. Men ko'rganman, futbolning naborlar bor yana. Bir nechta bor. Yaxshi zo'r naborlar bor. Bu yerda bilmadim, men bu basharlar ham uncha emas-da. Zo'r chiroyli basharali naborlar bor. Bu yerda uncha emas. Hammasi mana o'zining anaqasi bor. 4 ta skin 3000 ga so'rashyapti. Shunaqa ekan. O'zi 1.5 dan sotiladi. O'zining skinlari bu Fortnite'da. Base collabning skinlari bular. Bu yerda mana kirkasi bor ekan, ko'ramiz. Ahamiyat beringlar, chupa-chupsga o'xshar ekan. 8 so'm. Zo'r emas. Manaqa backpack bor, menda Neymarniki bor. Battle Pass'ni berishgan, manaqa backpack bor. Neymarniki. 8 so'mga qimmat, o'zgartirsa bo'lar ekan, mana har xil. 400 so'm ekan bu, mana 8. Bu yerda komplekti mana 1000 ga sotiladi. Emotsiyasi bor ekan mana. Bu emotsiya gruppovoy. Masalan, o'zingizlar qilsanglar, oldingizga kelib, boshqa o'yinchilar ham qo'shilib ishlata oladi bu emotsiyani. Yozib qo'ygan mana gruppovoy deb. Min ekan. Nabor emotsiyani o'zi 2 so'm. 2 so'mga normal olsa bo'ladi. Yaxshi 300 so'm yoki где-то 500 so'm, 400 so'm. Bir xil oddiy emotsiyalar bor. 500 so'm, 500 bucksga sotishadi. Это полный грабеж-da bu. Mashina ko'rdik. Mana sizlarga zo'r nabor mana. 1008 nabor o'zi. Lekin bu yerda ochkisini o'chirsa bo'lar ekan, olib qo'ysa bo'lar ekan mana. Bu yerda har xil stillar bor. Zo'r nabor. Agar oyoq kiyim olib, oyoq kiyimni taqib qo'ysa, o'ziga kiydirib qo'ysanglar, vaqti zo'r bo'ladi. Bez oyoq kiyim skakda anaqaga o'xshab qo'ygan. Bomishga o'xshab qo'ygan. Qo'pol qilib aytsa. Mana nabor stili bor ekan mana. Skin o'zi yaxshi. Menga yoqdi mana shu skin, o'zi yoqadi. Bu skinni ko'p ko'rganman. Именно bu skin anaqaga mos. Mana hozir yozgi sezonga zo'r. O'ynab, mazq o'ynay berish zo'r bu. Bu yerda mana backpack animatsiyali bor ekan. Qanaqa animatsiya? Qani burlar ekan mana. Bundoq qilsa yaxshi ekan. Kirkasi mana. Prikolni. Agar menda mashinaga o'xshash ikkitali o'zi anaqalar bor. Olmayman. Agar bo'lmaganda, может быть olardim. Bu yerda ahamiyat beriladi. Mana Mamatda faqat mashinaning o'zida animatsiya bor mana. Yomon. Atak prostoy. 1800 so'mga arziydi. Menimga ham bu arziydi. Endi kimga qanaqa bilmayman, lekin 1800 ga zo'r. Tem более bu yerda backpack, kirkasi, obyortka bor. Yetmaganiga 4 ta stili ham bor. Bu mazada. Bu shunaqa skinlar bor. Bitta stilni o'zini tiqib qo'yishadi. 1800, 1000 ga sotishadi. Bitta anaqani o'zi, skinni o'zi, bez stil, bez hech narsa. Shunaqa skinlar bor. Mana yana letniy skin 1.5 o'zi, nabor 2.5. 2.5 ga вроде norm, lekin men bu skinni basharasi unaqa zo'r emas. Bu yerda mana anaqasi, ukrasheniyasi bor.
Тоже norm. Bunaqa zo'r emas. Kirkasi mana. Mana kirkasi normalniy. Ovozini ahamiyat beringlar. Mana. Нежный такой, прикольный. Kirka ham zo'r yozgi. Deltaplani ham zo'r. Такой именно yozgi мощный mana. U eski anaqalardan ekan bu skinlardan. Mana 7-sezonda Fortnite endi chiqqan paytlarda bu anaqalar, nabor skinlar mana. Shunaqa skinlarni ham qaytarib turishadi. Sotish kerak-ku, pul ishlash kerak. Yangi o'yinchilar oladi deb tiqurishadi. Emotsiyasi bor mana o'zini. Ko'p qo'yamayman. Hop, bularni ko'rdik. Bular ham lekin qimmat o'zini anaqasiga. O'yini zo'r skin yo'q deb bitta mana bu nabor ichida oldingi videoda oldim. Ko'rgan bo'lsanglar. Bu naborni ham ko'rdik. Billy, buni ham. Bu nabor mana bugun ketadi. Bu avatar. Bu железничкani ko'rdik. Buni ham. Bu yerda mana pcholka qo'shibdi yangi. Bu skin слишком простой. Zo'r emas bu skin. 1200 ga zo'r skinlar bor. O'zini украшенияsi тоже слишком простой. Bunda kirka mana qanaqadir. Kirka ham слишком oddiy. Unga o'xshagan ko'p kirkalar bor. Tekinga ham berishgan vaqt. Oddiy. Mana skin mana 800 ga zo'r skinlar bor. Bundan ham zo'r. Bu ham zo'r emas. Oddiy. Hop, ananas. Bu gitara. Anaqa festival o'ynaydigan bo'lsanglar, festivalga anaqa bu gitara. Gitara nima bu? Bas ekan. Mana gitara тоже именно yozga qo'shishgan. Agar Fortnite festival o'ynasanglar, muzikalniy rejim. Mutta 1200. Bundan ko'rsa ana yozgi skinni olgan yaxshi. 1200 ga edi vroде. Chem bu. Bu yerda bitta mamasi yaxshi mana. Backpack. Bu backpack ko'plarda ko'rganman, ko'p o'yinchilar taqib olib o'ynaydi. Bu eski skin bu ham mana 9-sezonda chiqqan. Bu yerda mana ham bor ekan. Bu ham слишком простой skin. Bu ham eski skin 3-glavada chiqqan. Oddiy. Bu 8 so'mga balni norm, no zo'r emas-da. Bundan zo'r skinlarni ko'rganman. Shkval deydi plan. 1200 ga qimmat, no balni okey, no qimmat. Выживальщик. Тоже простой. Дефолтный Fortnite'овский скин был, тоже дефолт. Oddiy skin. Ranger mana. Bu Jonesy. Fortnite'da главный personajlardan. Emotsiya. Mana eski, слишком eski skin mana. Bu birinchi sezonda chiqqan. Даже glava ham yo'q. Endi birinchi glavani birinchi sezoni bu. Eng birinchi eski skinlardan. Bu skin слишком ko'p o'yinchida bor. O'sha oldingi o'yinchilardan. O'zini украшенияsi ham необычный, прикольный. O'zini emotsiyasi bor ekan qanaqadir. 1,5 ming o'zini skinni o'zi maminisi bilan bu yerda 1800 ga 2 so'm skidka qilishyapti. Agar buni hisoblasa 1800 ga, lekin buni olmagan yaxshi. Bitta ashla deb mamni o'zini olib qo'ygan yaxshi 1,5 mingga. Bularni ko'rdik. Galaxy'ni ham, oyoq kiyimlar тоже. Ashlalar, Bruno Mars. Opa, mana mashinani zveri. Слишком брутальный mashina bu. Agar lishniy baksim bo'lganda men ovorardim. Bu слишком zo'r mashina.
O'zini qaranglar zo'rligini. Va zo'r. Ranglari ham. Brutalligini qaranglar. Va chotki. Men olgan bo'lardim. Lishniy baksim bo'lsa. Zo'r. Mashina zo'r lekin. O'zi yoqadi menga boshqa brutalniy mashinalar. Прям chotki. O'zi narxiga arziydi, точно arziydi. Bu dekal ekan, qanaqadir. Mana amantlar o'zgaryapti, dekallari. Bunisi qanaqa? Chiroyli. O'zini baloni. Конечно. Yaxshi ranglari ham o'zgartirib bo'ladi. 2,5 ming ekan nabor o'zi. Mana Fortnite'da o'zini mashinalari. Bular arzon bo'ladi. 1,5 mingdan. Bularni puliga V-Bucksga olmagan yaxshi. Bular arzimaydi olgan. O'z anaqani ham o'ynasanglar, Rocket League rejimini o'ynasanglar, tekinga ham beradi. Bizga испытание beradi tekinga. Bu yerda mana nabor, Lego nabor bilan ko'rdik. Bular уже puliga sotib olinadi. Bularni ko'rdik. Xo'p, mana bu ham yozga olsa bo'ladi. Mana bu naborni ko'ramiz. Yozga normalniy skinlar bular. Kapshonli varianti ham yaxshi ekan. Bunaqa varianti bor ekan. Yozga naborga bular yaxshi. Olib o'ynab maza qilsa bo'ladi. 3 ta skin. Bunaqasi bor ekan. Boshidagi приkolniy. Lekin radujniyda, слишком яркий radujniy. Radujniy o'zi menda skinli ko'p. Mo'yinda ochkisi ham необычный ekan. Radujniy. Mana bana. Такой необычный. Прикольный скин. Fortnite o'zini skini bu. Fanoviy bular. Bana bu skinni o'zi bana skini variatsiyasi bir nechta bana вообще tiqilib yotibdi. Tekinga ham berishgan, sotiladi ham, вообще ko'p anaqasi banana skini. Ko'plar o'ynaydi bananlarni olib, takoy для прикола o'ynab yurishadi. Lekin bananda o'ynagan skinlarni hali zo'r o'ynaydiganini umuman ko'rmaganman. Ko'pincha mana o'ynayman, banan skin vrag menga qarshi tushib qolsa, har doim qanaqadir bot bo'ladimi bilmayman, zo'r o'ynamaydi nimagadir. O'zini bor ekan, backpack unaqa zo'r emas. Botani radujniy qizniki mana backpacki. Mana bananniki. Norm. 393 bu anaqa turetskiy pul, bilmayman nech pul bo'ladi, hisoblash kerak. Turetskiy anaqasini tushunmayman. Bu yerda Batman mana тоже nabora. O'zingizlar klip ko'rsangiz bo'ladi. Mana Jokerga тоже bor. Bu Joker anaqasi zo'r. Prям nishchak mana. Qaranglar, mana Joker o'zi zo'r qilingan. Kurtkasi mana вообще zo'r qilingan. Menga mana skin yoqadi, zo'r. Bu yerda mana hamma skin тоже zo'r. Mana Yidavit Plus menga rosa yoqadi. Ko'p o'yinchi mashina o'ynaydi. Просто nabor qimmat. Prям вообще vah. Zo'rligini qaranglar. Mana. Bunaqasi bor ekan. Человечный облик bor ekan. Zo'r skin bu. Zo'r qilishgan mana skinni ham. Bu yerda Midas, mana Midas ham Fortnite'da основной anaqalardan, geroylardan, o'zi istoriyasini, mana bu anaqasini o'zini istoriyasida, короче, главный geroylardan bu ham. Ko'p rol o'ynaydi sezonlarda, glavalarda. Главный figura bu ham. Buni variatsiyasi, stillari ham ko'p. Bunaqa stilni bilmadim, menga yoqmadi. No, boshqa stillari bor, yaxshi, zo'r. Bu skinni ham ko'p o'ynaydi. Mana bu Yidavit Plus backpack mana normalniy, такой qimilli ekan, yaxshi. Bu yerda hop, bu уже, по-моему, Midaski mana. Bu ham Midaski.
Ну, обычный. Bitta mana yeda mana bu zo'r. O'zi animatsiyasi ham bor, anaqasi ham bor mana. Animatsiyasi yaxshi kirka. Bu Joker aka. Ahamiyat beringlar, mana hozir chiqyapti. Kulyapti ham, ahamiyat bersanglar mana kuladi hozir. Hozir. Да, нормально. И вот то уже ya to'xtaylar. Unda ikkitami chunma nima kirkasi? Ikkita ekan. Yana bitta bor ekan. Тоже kulyapti. Kirkasi ham zo'rlar ekan. Zo'r chiroyli qilingan. Bu yerda qanchadir ming V-bucks berishadi mana. Nabor olsanglar, prям topoviy nabor, zo'r nabor hisoblanadi, lekin puli ham chaqadigan narx. Nabor ham zo'r, lekin mana 1000 V-bucks berishadi. Kirkalar, backpack, skin, prям topoviy. Topoviy nabor bu. Bu yerda mana qanaqa nabor bor, bularni ham oldingi videoda ko'rdik. Mana bu skin, mana bu nabor bu Fortnite'da har sezonda chiqadi. Bu eng arzon nabor hisoblanadi. 95 где-то 50 ming 60 ming bizani pulda bo'ladi. 50-60 ming adashmasam shunaqa edi. Men anchadan beri olmayman, oldin olardim. Yaxshi skinlar chiqib qolsa olardim. Bu skin menga yoqmagani uchun olmadim. Yaxshi skinlar chiqib qolsa olaman. Bu yerda уже mana bunaqa skin, kimga qanaqa o'zingizlar bilasizlar, lekin menga yoqmadi. Bunaqa backpack bor mana. Тут kirkasi и 600-600 V-bucks berishadi. Это нормально. Plus kimga kerak emas lishniy V-bucks. Yaxshi. Arzon naborligi uchun buni hamma oladi. Prям выгодный nabor bu. Qimmat naborlarga qaraganda yaxshi bu. Shunaqa. Bu magazinga где-то 7,5-8 ball beraman, chunki bu yerda mashina bilan mana bu skinni o'zi vivozit qilyapti. Bu bugungi bu anaqani magazinni mana shu skin vivozit qilyapti. Prям где-то 7,5-8 ball beraman bugungi magazinga. Xullas shunaqa skinlar chiqibdi. Hammaga kattakon rahmat. Yaxshilikda ko'rishinglar. Like, подписка va sosiska bosib qo'yinglar. Xullas shunaqa gaplar. Hammaga rahmat, yaxshilikda ko'rishinglar. Mana har kuni xudo xolis obzor ko'ramiz sizlar bilan birga, baho beramiz. Salomat bo'linglar.